Amir Temurning To'xtamishga qarshi jangi. Hozirgi Rossiyaning Samara viloyati Ko'ndurcha daryosi bo'yida joylashgan keng dasht hududi. 1391-yil Ko'ndurcha daryosi bo'yidagi keng dasht ustiga ikki ulkan lashkar, ikki buyuk hukmdor Amir Temur va To'xtamishning taqdiri to'qnashishi kutib turardi. Temurning 200 ming lashkari kechasi bilan yo'l yurib kelgan, askarlari charchagan bo'lsa-da, intizomdan bir zarracha chekinmasdi. Temurning o'zi tog'dek sokin, biroq ko'zlari tig'day o'tkir edi. U lashkarlarga nazar soldi va shunday dedi: bugun jangning o'zi emas, tarixi yoziladi. Uzoq masofadan esa To'xtamishning ulkan lashkari ko'rinardi. Qorong'uda ularning chodirlari yulduzlarday porlardi. To'xtamish baland tepalikda atrofga boqib turdi. U hali ham o'zining Oltin O'rdadagi qudratiga ishongan Temurning sobiq do'sti, endigi dushmani edi. Quyosh tepaga ko'tarilganda ikkala lashkar ham saf tortdi. Dasht uzra qurollarining jaranglari, otlarning kishnashi taraldi. To'xtamish oldin hujum qilishga buyruq berdi. Bugun Temurni tormor etamiz. Uning otliq lashkari daryodan o'tib Temurning chap qanotiga qarata hujum boshladi. Avvaliga Temur lashkari chekinayotgandek bo'ldi. Chang to'zon ko'tarildi. Har bir askarning nafasi alangaday qizigan edi. Bu holni ko'rgan To'xtamish kulimsiradi. Temurning mashhur qo'shini mana qayerga borib qolibdi dedi u masxara bilan. Amir Temur uzoqdan kuzatib turardi. Uning yuzida beg'ubor jilmayish paydo bo'ldi. Kirsinlar, kiraversinlar dedi Temur atrofdagilarga. Bizning eshiklarimiz ochiq, ammo chiqish yo'li yo'q. To'xtamish qo'shini hujumni kuchaytirgan sari Temurning chap qanoti tarqalib ketayotgandek ko'rinardi go'yo. Shunda Temur qo'li bilan ishora qildi. Bu ishoradan so'ng o'ng qanot, markaz, yashirin zaxira bir paytning o'zida To'xtamish qo'shinining ikki qanotiga bostirib kirishdi. To'xtamish lashkari birdan ikkala tomondan zarba yedi. So'ng Temurning o'sha chekinayotgan chap qanoti ham keskin orqaga burildi va ular To'xtamish lashkarini uch tomondan o'rab olishdi. Bu manzara dasht osmonida momaqaldiroq yangliq jarang berdi. To'xtamishning lashkarlari jon jahdlari bilan qarshilik ko'rsatishdi, ammo Temur qo'shinining intizomi, tartibi va hiylasi ularga bas kela olmasdi. Jang maydoni talatob bo'lib ketdi. Lekin To'xtamish endi jangni yutish imkoni yo'qligini tushundi. U bir nechta sobiq yigitlari bilan jang maydonidan chekingancha shimol tomon o'rmonlar sari ot choptirdi. Orqasida esa dasht ustida Temurning g'alabali bayroqlari hilpirab turardi. Temurning qo'shinlari g'alaba bilan qaytishdi. Ammo Temur o'zi jin edi. U bir lahza daryo bo'yiga borib uzoqqa tikildi. Do'stlik ham, dushmanlik ham o'tkinchi, ammo adolat boqiy dedi u past ovozda.